Aziz pensiyadagi opa-singillar va aka-ukalar, bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi rasmiy hujjatni zudlik bilan olib qo'yish kerak. Bu oddiy qog'ozdek ko'rinishi mumkin. Lekin amalda u sizning imtiyozlaringiz, to'lovlaringiz, chegirmalaringiz, tibbiy va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishingiz uchun kerak bo'ladigan asosiy dalillardan biridir. Ko'pchilik pensiyam kartamga tushyapti, menga yana qanday hujjat kerak deb o'ylaydi. Mana shu xato sabab odamlar ayrim joylarda imtiyozdan foydalana olmaydi. Arizasi kechikadi yoki ortiqcha yurib qoladi. Shu sabab bugungi ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va keksalar bilan yashaydigan oilalarga tegishli. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Avvallar ko'p joylarda pensioner ekaningizni tasdiqlash uchun eski namunadagi pensiya guvohnomasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi qog'oz ko'rsatilardi. Ayrim odamlar yillar oldin olgan hujjatini uyidagi papkada saqlab yurardi. Kimdir esa umuman hujjat olmagan, faqat bank kartasi orqali pensiya kelayotganiga ishonib yashab kelgan. Amalda esa bank kartasiga pul tushishi sizning pensioner ekaningizni hamma tashkilot oldida avtomatik tasdiqlab bermaydi. Bank kartasi pul olish vositasi, rasmiy maqomni tasdiqlovchi hujjat emas. Hozir ko'p xizmatlar elektronlashdi. Davlat xizmatlari, tibbiyot muassasalari, mahalla, ijtimoiy himoya tizimi, banklar, transport va boshqa tashkilotlar ma'lumotni bazadan tekshirishi mumkin. Lekin hamma joyda ham baza bir xil tez ishlamaydi. Ayrim hududda internet sust bo'ladi. Ayrim xodim tizimdan topolmaydi. Ayrim xizmat esa baribir sizdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'raydi. Shunday vaziyatda qo'lingizda pensiya tayinlanganligi yoki pensiya oluvchi ekaningiz haqida rasmiy ma'lumotnoma bo'lsa, ishingiz tez bitadi. Men ko'p murojaatlarda bir xil holatni ko'raman. Odam pensiyada har oy pulini oladi. Lekin imtiyozli xizmatdan foydalanishga borganda undan pensionerligingizni tasdiqlovchi hujjat bormi deb so'rashadi. U bank kartasini ko'rsatadi. Xodim esa karta yetmaydi, ma'lumotnoma olib keling deydi. Natijada odam yana uyiga qaytadi, mahallaga boradi, pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga boradi, navbat kutadi. Agar hujjat oldindan tayyor bo'lganida bir kunda bitadigan ish 2-3 kunga cho'zilmas edi. Men aytayotgan hujjat pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotnoma yoki pensiya guvohnomasi o'rnini bosadigan elektron tasdiq hujjati. Ayrim joylarda uni pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumotnoma. Ayrim joylarda pensiya oluvchi shaxs to'g'risida ma'lumot. Ayrim idoralarda esa pensionerlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma deb atashadi. Nomlanishi biroz farq qilishi mumkin, lekin maqsad bitta. Sizga pensiya tayinlangan. Siz hozirda pensiya oluvchi shaxssiz. Pensiya turi va kerak bo'lsa miqdori ko'rsatiladi. Bu hujjat kimga kerak? Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilarga kerak. Masalan, 60 yoshdan oshgan otaxon yoki 55 yoshdan oshgan onaxon pensiya olmoqda. Ular tibbiy xizmat, ijtimoiy yordam, sanatoriy, kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz. Ayrim hollarda transport yoki boshqa xizmatlarda maqomini isbotlashga muhtoj bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bunda pensionerlikdan tashqari nogironlik guruhi, nogironlik muddati, tibbiy xulosa va boshqa hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu holatda ko'pincha bolalar, vasiylar yoki onalar nomidan hujjat so'raladi. To'rtinchi toifa chet elga vaqtincha ketmoqchi bo'lgan, boshqa viloyatga ko'chayotgan yoki bankdagi hisobini o'zgartirmoqchi bo'lgan pensionerlar. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, elektron tizimda ma'lumotlaringiz to'g'ri ko'rinsa va siz hech qanday imtiyoz, ariza, qayta rasmiylashtirish ishlarini qilmayotgan bo'lsangiz, bugun vahima qilish shart emas. Lekin baribir men bunday hujjatni olib papkaga solib qo'yishni maslahat beraman. Chunki hujjat aynan kerak bo'lgan kuni uni qidirish eng noqulay holat bo'ladi. Keksalar uchun vaqt, yo'l, navbat, sog'lik, bularning hammasi juda muhim. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan 67 yoshli onaxonning pensiyasi oyiga 1.200.000 so'm deb olaylik. U tuman shifoxonasiga borib, ayrim bepul yoki imtiyozli xizmatlardan foydalanmoqchi bo'ladi. Registraturada undan pensionerligini tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Onaxon bank kartasini ko'rsatadi.
Lekin kartada faqat bank nomi va karta raqami bor. Unda pensiya turi yozilmagan. Xodim ma'lumotni bazadan tekshirish kerak bo'ladi. Lekin tizim ishlamay qoladi. Natijada onaxon ma'lumotnoma olib keling degan javobni oladi. Endi u yana boshqa idoraga borish kerak. Agar oldindan ma'lumotnomasi bo'lganida shu joyning o'zida ishi yurardi. Yana bir misol. Ya'ni 2 yoshli otaxon kommunal xizmat bo'yicha ma'lum imtiyoz yoki ijtimoiy yordamga ariza bermoqchi. Mahallada undan pasport yoki ID karta, pensionerlikni tasdiqlovchi hujjat, bank rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar so'raladi. Otaxon men har oy pensiya olaman-ku deydi. Lekin ariza rasmiy ko'rib chiqilishi uchun hujjat papkaga tekilishi yoki elektron shaklda yuklanishi kerak bo'ladi. Shunda pensionerlik ma'lumotnomasi ishni tezlashtiradi. Aks holda ariza bir necha kun turib qolishi mumkin. 3-misol, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan ona farzandining o'qishi, nafaqasi yoki ijtimoiy yordam masalasida murojaat qiladi. Bu yerda pensiya kim nomiga tayinlangani, kim oluvchi sifatida ko'rsatilgani, bola necha yoshda ekani, o'qiyotgan, o'qimayotgani kabi ma'lumotlar ahamiyatli bo'ladi. Oddiy pul tushyapti degan gap yetarli emas. Rasmiy ma'lumotnoma bo'lsa, u ariza topshirishda. Maktab yoki kollejdagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasida yordam beradi. 4-misol, pensioner boshqa viloyatga ko'chib o'tadi. U yangi yashash joyida tibbiy poliklinikaga biriktirilmoqchi. Mahallada ro'yxatdan o'tmoqchi, bank filialini o'zgartirmoqchi. Bunday paytda uning shaxsini tasdiqlovchi hujjati yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki yangi hududdagi xodimlar eski tumandagi ma'lumotlarni darhol ko'rmasligi yoki tekshirishi kerak bo'lishi mumkin. Pensionerlik hujjati bo'lsa, u o'z maqomini tez ko'rsatadi. Bu hujjatning yana bir muhim tomoni bor. Undagi ma'lumotlar to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini tekshirib olasiz. Ba'zan odamning familiyasi bitta harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Tug'ilgan sanasi eski pasportdagi ma'lumot bilan farq qiladi. Pensiya turi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'ladi yoki bank hisobida o'zgarish bo'lgan bo'ladi. Bunday xatolar oddiy kunlarda sezilmaydi, lekin muhim ariza vaqtida katta muammo tug'diradi. Men shuning uchun hujjatni olib, undagi familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHSH raqami, pensiya turi, tayinlangan sana va to'lov holatini diqqat bilan tekshirishni tavsiya qilaman. Endi e'tibor bering. Hamma hujjat ham bir xil kuchga ega bo'lavermaydi. Masalan, eski rasmiy guvohnomangiz bo'lishi mumkin, lekin undagi ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, ayrim tashkilotlar qo'shimcha yangi ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Ayniqsa familiya o'zgargan, pasport ID kartaga almashtirilgan, yashash joyi o'zgargan yoki pensiya turi qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa, eski hujjat bilan cheklanib qolmang. Yangi elektron ma'lumotnoma oling. Ikkinchi nozik masala hujjatning amal qilish muddati. Ba'zi ma'lumotnomalar ma'lum muddat uchun beriladi. Ayrim joylar 1 oy ichida olingan ma'lumotnomani talab qiladi. Ayrim joylar 3 oy ichidagisini qabul qiladi. Shuning uchun hujjatni faqat bir marta olib 10 yil ishlataman deb o'ylamang. Uyda umumiy nusxasi tursin, lekin muhim ariza topshirayotgan bo'lsangiz, yangi sanali ma'lumotnoma olish yaxshiroq. 3-masala pensiya miqdori. Ayrim hollarda faqat pensioner ekaningizni tasdiqlash yetarli, lekin ijtimoiy yordam, subsidiya, moddiy yordam yoki daromad bilan bog'liq arizalarda pensiya miqdori ham talab qilinishi mumkin. Masalan, oilaning umumiy daromadi hisoblanganda pensionerning oyiga qancha olishi inobatga olinadi. Agar siz 1 million 7 ming so'm olsangiz, bu boshqa hisob. 2 million 800 ming so'm olsangiz boshqa hisob. Shuning uchun ma'lumotnomada kerakli ko'rsatkich bor yo'qligini oldindan aniqlang. 4-masala nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik pensiyasi bo'yicha faqat pensionerlik ma'lumotnomasi yetmasligi mumkin. Sizdan tiyek yoki tegishli tibbiy xulosa, nogironlik guruhi muddati va reabilitatsiya bilan bog'liq hujjatlar so'ralishi mumkin. Agar nogironlik muddati tugash arafasida bo'lsa, hujjatlarni yangilashni kechiktirmang. Chunki muddat o'tib ketsa, to'lovlar vaqtincha to'xtashi yoki imtiyozlardan foydalanishda muammo paydo bo'lishi mumkin. 5-masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi keksalar o'zlari yura olmaydi. Pensiyasini farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan oladi. Bunday vaziyatda pensionerlikni tasdiqlovchi hujjat alohida, ishonchnoma alohida masala. Farzandning qo'lda ishonchnoma borligi pensionerning maqomini avtomatik isbotlamaydi. Agar ariza topshirilsa, pensionerning ID kartasi nusxasi ishonchnoma
Pensiya ma'lumotnomasi va kerak bo'lsa tibbiy hujjatlar birga talab qilinadi. 6-masala firibgarlik xavfi. Men buni alohida aytaman. Hech kimga telefon orqali karta raqamingizni, SMS kodni, plastik kartaning orqa tomonidagi kodni bermang. Pensionerlik hujjatingizni chiqarib beramiz, pulingiz oshadi, kompensatsiya tushadi deb qo'ng'iroq qiladigan noma'lum shaxslarga ishonmang. Rasmiy hujjatni faqat Davlat xizmatlari markazi, tegishli pensiya organlari, yagona portal yoki vakolatli idoralar orqali oling. Agar kimdir men tezlashtirib beraman, faqat karta ma'lumotlarini ayting desa, bu xavfli signal. 7-masala hujjatni yo'qotish. Agar eski guvohnoma yoki ma'lumotnoma yo'qolgan bo'lsa, bundan qo'rqmang. Ko'pchilik endi pensiyam to'xtab qoladimi deb xavotirlanadi. Hujjat yo'qolishi pensiyaning o'zi yo'qoldi degani emas. Sizning pensiya tayinlanganingiz tizimda turadi. Siz faqat yangi nusxa yoki yangi ma'lumotnoma olishingiz kerak. Muhimi, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz tartibda bo'lsin. 8-masala bank kartasi muddati. Pensionerlik hujjati alohida, bank kartasi alohida. Karta muddati tugasa, pensiya tayinlanganligi bekor bo'lmaydi, lekin pulni olishda muammo bo'lishi mumkin. Shu sabab pensiya hujjatini olayotganda bank kartangiz muddati, telefon raqamingiz, bankdagi hisobingiz ham to'g'ri ekanini tekshirib qo'ying. Ba'zan odamning eski telefon raqami bankda qolib ketadi, SMS boshqa raqamga boradi. Keyin karta amaliyotlarida qiyinchilik bo'ladi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, pensiyaga oid eski guvohnoma, bank kartasi, mahalla yoki ijtimoiy himoya bilan bog'liq hujjatlar, nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi, hammasini bitta papkaga joylang. Keksalar uchun eng yaxshi usul alohida pensiya hujjatlari degan papka qilish. Farzandlar ham ota-onasiga shuni qilib bersin. Ikkinchi qadam, pensionerlikni tasdiqlovchi yangi ma'lumotnoma kerak yoki kerak emasligini aniqlang. Agar yaqinda biror joyga ariza bermoqchi bo'lsangiz, albatta oling. Masalan, subsidiya, moddiy yordam, davolanish, sanatoriy, kommunal imtiyoz, bank ishi, boshqa viloyatga ko'chish. Ishonchnoma rasmiylashtirish yoki sud notarial masala bo'lsa, hujjatni oldindan tayyorlang. 3-qadam, Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling yoki elektron xizmatlardan foydalaning. Agar internetdan foydalana olsangiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kerakli ma'lumotnomani olish imkoniyatini tekshiring. Agar internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, yaqinlaringiz yordam bersin yoki bevosita davlat xizmatlari markaziga boring. Odatda sizdan ID karta yoki pasport kerak bo'ladi. Ayrim hollarda ariza to'ldiriladi, telefon raqamingiz so'raladi, ma'lumotnoma qog'oz yoki elektron shaklda beriladi. 4-qadam. Hujjatni olganingizdan keyin darhol tekshiring. Men odamlarga har doim shuni aytaman. Idoradan chiqib ketmasdan oldin familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi, tug'ilgan sanangiz, shir raqamingiz, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana va hujjat sanasini ko'ring. Agar bitta harf xato bo'lsa ham, keyin to'g'rilataman demang. Shu joyning o'zida xodimga ayting. Chunki keyin boshqa idorada sizga ma'lumot mos kelmayapti deyishlari mumkin. 5-qadam, kamida 2 nusxa qiling. Bittasi uyda asl hujjatlar papkasida tursin, bittasi kundalik ishlarda kerak bo'lsa ishlatilsin. Agar hujjat elektron bo'lsa, telefoningizga saqlab qo'ying, farzandingizga ham yuboring. Lekin begona odamlarga yubormang. Agar unda shaxsiy ma'lumotlar ko'p bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarga, guruhlarga tashlamang. Chunki JSSHIR, tug'ilgan sana, hujjat raqami kabi ma'lumotlar shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. 6-qadam. Agar siz yura olmaydigan pensioner bo'lsangiz, yaqin qarindoshingiz orqali qonuniy yo'l bilan ish qiling. Kerak bo'lsa notarial ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Lekin hech qachon qo'shnim bo'ri bo'lib keladi deb shaxsiy hujjatlaringizni har kimga berib yubormang. Yaqiningiz davlat xizmatlari markaziga borishdan oldin qaysi hujjatlar kerakligini telefon orqali aniqlab olsin. Shunda bekorga borib kelish kamayadi. 7-qadam. Agar pensiya miqdorida, to'lovda yoki ma'lumotda xato ko'rsangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki aytib ketish ko'pcha natija bermaydi. Arizada ismingiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, muammo mazmuni, qaysi ma'lumot noto'g'ri ekani aniq yozilsin. Masalan, mening pensionerlik ma'lumotnomamda tug'ilgan sanam noto'g'ri ko'rsatilgan. ID kartamdagi ma'lumot asosida tuzatib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza topshirilganda ro'yxat raqamini olib qo'ying. 8-qadam, har yili kamida
bir marta hujjatlaringizni qayta ko'rib chiqing. Pasport muddati, ID karta holati, bank kartasi muddati, telefon raqami, yashash manzili, tibbiy hujjatlar, nogironlik muddati, bularning hammasi o'zgarishi mumkin. Odatda odamlar muammo chiqqandan keyin yuguradi. Men esa oldindan tekshirishni maslahat beraman. Oldindan tekshirilgan odam navbatda kam turadi. Asabi kam buziladi, pulini va vaqtini tejaydi. Yana bir muhim tavsiya: pensiya hujjatingizni faqat imtiyoz uchun emas, oilaviy tartib uchun ham saqlang. Farzandlaringiz bilsin, qaysi papkada nima turibdi, qaysi bank kartaga pensiya tushadi, qaysi telefon raqam bog'langan, zarur holatda qaysi idoraga murojaat qilinadi. Bu gaplar ba'zan yoqimsiz tuyuladi, lekin hayotda juda kerak bo'ladi. Keksaning sog'lig'i yomonlashib qolsa yoki shoshilinch tibbiy yordam kerak bo'lsa, hujjatlarni topish oson bo'lishi kerak. Kimlar ayniqsa bugunoq harakat qilish kerak? Birinchidan, qo'lida umuman pensionerlik hujjati bo'lmaganlar. Ikkinchidan, eski guvohnomasi bor, lekin ID karta olgandan keyin ma'lumotlarni yangilamaganlar. Uchinchidan, boshqa viloyatga ko'chgan yoki ko'chmoqchi bo'lganlar. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilar va muddati yaqinlashgan hujjatlari borlar. Beshinchidan, ijtimoiy yordam, subsidiya, sanatoriy, moddiy yordam yoki davolanish uchun ariza bermoqchi bo'lganlar. 6-dan, pensiyasini ishonchnoma orqali oladiganlar. Mana shu toifalar kechiktirmasa yaxshi bo'ladi. Agar siz men qaysi hujjatni so'rashim kerak deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, idoraga borganingizda shunday deb ayting: menga pensiya oluvchi ekanimni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotnoma kerak. Unda pensiya turi va kerak bo'lsa miqdor ko'rsatilgan bo'lsin. Agar sizga aynan qaysi ma'lumotnoma kerakligini boshqa tashkilot aytgan bo'lsa, o'sha talabni yozib oling. Masalan, oxirgi 3 oylik pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma yoki pensiya tayinlanganligi to'g'risida ma'lumotnoma deb aniq so'rash kerak bo'lishi mumkin. Bugungi asosiy fikr shuki, pensioner ekaningizni tasdiqlovchi hujjatini oldindan olib qo'ying. Bank kartasi pensiya tushadigan vosita, lekin hamma joyda rasmiy tasdiq o'rnini bosavermaydi. Hujjat sizga imtiyoz, tibbiy xizmat, ijtimoiy yordam, bank ishlari, ko'chish ishonchnoma va boshqa ko'plab vaziyatlarda kerak bo'lishi mumkin. Eng muhimi, ma'lumotlaringizni oldindan tekshirib, xatolarni vaqtida tuzatasiz. Men sizga vahima qilishni emas, tartibli harakat qilishni maslahat beraman. Hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing, yangi ma'lumotnoma oling, undagi ma'lumotlarni tekshiring, nusxasini saqlang va shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Shunda ertaga biror idorada hujjatingiz yetishmayapti degan gapni eshitib, yana yo'lga chiqib yurishingizga to'g'ri kelmaydi. Sizda pensionerlik hujjati bormi yoki hali olmagansizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududda qanday talab qilishayotganini ham ayting. Boshqalarga foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Bitta vaqtida olingan hujjat ko'p ovora bo'lishning oldini oladi.